Salom hammaga. Horrible Breakdown kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Arximed kuchi formulasining ikki xil isbotini ko'rib chiqamiz. Arximed kuchi ko'rib turganinglardek rho s, Vj va g ko'paytmalariga teng ekan. Bu yerda rho s suyuqlik zichligi, Vj jism hajmi, g esa erkin tushish tezlanishi. Keling, qandaydir bir suyuqlikni qaraylik va bu suyuqlikning ixtiyoriy shakldagi qismini xayolan kesib olaylik va ko'zdan kechiraylik. Ushbu suyuqlik parchasiga gravitatsion kuch ta'sir qiladi va bu kuchni G deb belgilab olaylik va bu kuchning qiymati mg ga teng bo'ladi. Massani zichlik va hajm ko'paytmasi ko'rinishida yozsak, G kuchimiz rho s, Vs va g ko'paytmasiga teng ekan. Suyuqlik tinch holatda bo'lgani uchun Nyutonning birinchi qonuniga ko'ra suyuqlikning ushbu parchasidagi natijaviy kuch 0 ga teng bo'lishi kerak. Shuning uchun g ga qiymati teng, lekin yo'nalish qarama-qarshi bo'lgan boshqa bir kuch mavjud bo'lishi kerak. Ushbu kuch Arximed kuchidir va biz buni Fa deb belgilab olamiz. Fa va g bir-biriga tengligidan Fa ham rho s, Vs, g ga teng ekan. Keling, ushbu suyuqlik parchasini ixtiyoriy bir jism bilan almashtiraylik. U holda ana o'sha suyuqlik parchasi hajmi va almashtirilgan jism hajmi bir-biriga teng bo'ladi. Bizdagi g va Fa formulalarida biroz o'zgarish bo'lishi mumkin. Suyuqlik va ushbu jismning zichliklari turlicha bo'la olishi mumkinligi tufayli gravitatsion kuch formulasiga quyidagicha o'zgartirish kiritamiz. Arximed kuchining qiymati avvalgi hol kabi o'zgarishsiz qoladi. Chunki Arximed kuchi ushbu jism atrofidagi suyuqlik tomonidan hosil bo'lmoqda. Jismning turi qanday bo'lishi muhim emas. Ushbu holatda Fa va g bir-biriga teng bo'lmasligi ham mumkin. Vs va Vg tengligini inobatga oladigan bo'lsak, Arximed kuchining formulasini hosil qilamiz. Bu Arximed kuchi formulasi isbotining bir usuli edi. Keling, Arximed kuchi formulasini boshqacha usulda isbotlashga harakat qilib ko'ramiz. Bu isbotda bizga matematik analiz yordam beradi. Ixtiyoriy shakldagi jismdan ixtiyoriy cheksiz kichik yuza tanlab olaylik. Ushbu yuzadagi cheksiz kichik kuch formulasi quyidagicha bo'ladi. Bilamiz, bosim tufayli jism yuzasi tomonga qarata kuch hosil bo'ladi. Jism yuzasidagi normal vektorlar bu kuchga qarama-qarshi. Shuning uchun formulada manfiy ishora bor. Ushbu normal vektorlarni quyidagicha yozib olsa bo'ladi. Bu yerda x, y, z koordinata o'qlarini bildiradi. Jismga ta'sir qilayotgan natijaviy kuchni topish uchun ushbu cheksiz kichik kuchlarni butun yuza bo'ylab qo'shib chiqish kerak. Demak, natijaviy kuchni topish uchun ushbu sirt integralni hisoblashimiz kerak ekan. Manfiy ishorani integraldan tashqariga chiqarib, normal vektorni uning komponentlari orqali yozib olib, quyidagi ifodaga ega bo'lamiz. Endi har bir integral ichidagi ifodaga e'tibor beraylik. Birinchi integral ichidagi p ko'paytiruv nx ifodani quyidagi ikki vektor ko'paytmasi ko'rinishida yozib olish mumkin. Bu yerda ikkinchi vektor normal vektorni o'zini ifodalaydi. Qolgan integrallar ichidagi ifodalarni ham xuddi shunday yozib olishimiz mumkin va biz umumiy kuch uchun quyidagi ifodaga ega bo'lamiz. Bu integrallarni hisoblash uchun divergensiya teoremasidan foydalanamiz. Divergensiya teoremasini quyidagicha yozib olishimiz mumkin. Bu yerda f vektor funksiya va mana shu vektor funksiyaning divergensiyasi quyidagicha hisoblanadi. Birinchi integralimizga divergensiya formulasini qo'llaymiz va bizdagi funksiyaning divergensiyasini topib olamiz va quyidagi natijaga ega bo'lamiz. Qolgan integrallarga ham divergensiya teoremasini qo'llaymiz va umumiy kuch uchun mana bunday formulaga ega bo'lamiz. Barcha integrallar hisoblanayotgan soha bir xil
Shuning uchun hamma ifodani bitta integral ichiga kirgizib yuboramiz. Bizda integral ichidagi hosil bo'lgan ifoda bu shunchaki mana shu pi funksiyaning gradientini ko'rsatadi. Demak, natijaviy kuchni hisoblash uchun bosim gradientining manfiy qiymatidan bizga berilgan jism hajmi bo'yicha integral hisoblashimiz kerak ekan. Tinchlikdagi suyuqlikning bosimi formulasi quyidagicha va bu formuladan foydalanib biz bosimning gradientini hisoblaymiz. Ko'rayotganinglardek, bosimning gradienti minus rho g va birlik vektor k ning ko'paytmasiga teng ekan. Buni natijaviy kuchni hisoblashga ishlatamiz. Rho g ko'paytma konstanta son, u tashqariga chiqib ketadi. K unit vektor, u ham tashqariga chiqib ketadi. Bizda integral dv qoladi xolos. Bu integral shunchaki volyumni o'zini beradi. Bizda demak rho vg formulasi hosil bo'lar ekan. Formulada k vektorining borligi ham muhim. Bu mana shu Arximed kuchini yuqoriga yo'nalganligini ko'rsatadi. Va albatta bu yerda rho jism zichligi emas, suyuqlik zichligi, v esa jism hajmi. Shu bilan formulani yana bir bor isbotladik. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, do'stlaringiz bilan ulashinglar va obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat.